Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve men valah. İmam Bukhari rahmetullahi aleyhinki Sahih Bukhari namlı kitabındaki dersimizin devamında bugün İmam Bukhari Hazretleri tüvende mundaq deydi. Müslüman boğan adamniki juyunish haqida. Şundaqla mescidde esirini bağlap qo'yishniki mezmunları haqida to'xtalmoqchi. Bu vaqtda Shurayhil Qozi degan adam qarzdor odamnimi mescidning turklariga bog'lab qo'yishni buyuradigan edi dedi. Bu yerdagi bu Shurayh mashhur tabi'in. Mashhur tabi'in Hicriyadan burun Hicriyaning 1-yillari 30 yoshga kirgan deyildi. Ya'ni 592-yilda tug'ilib milodiya 697-yil o'lib ketgan. Uzun ömür ko'rgan bir tabi'in kishi bu. Hem vezil sahabe degan, lekin Resulullahni ko'rishga muyassar bo'lmagan. Amaliyotda Rasululloh davrida yashagan odam bo'lsa-mu, bu zot o'ziniki nihoyatda cho'nqur aqlliq ekanligi, shundaqla shu qazo sud masalasida buyuk, nihoyat yutuq bir g'oyaga yetgan odam bo'lg'achqa Ali ibn Abu Talib radhiyallohu anhu Shurayh arablarning eng buyuk qozisi degan. Tigi Yemenlik keyingi davrda mush Madinaga kelib, xalifalar bilan ko'rishib, sahobalar bilan ko'rishib, shu sahobalarni o'qish orqali va o'ziniki tabiiy va aqliy talanti orqali bu 4 xalifalar davrida nihoyatda buyuk maqomga erishgan qozilarniki biri. Chunki Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu bu kishini Kufaga qozi qilgan. Ondan xalifalarmi bu kishini qozi qilgan. Bu odam 60 yilda qozi bo'lgan odam bu. Ta Abdülmelik ibn Marvan'ın zamanısı kadar İslam devletindeki qazilik mensibini bu adam devam etip gelgen. Hem de Haccaj'ın devirde Hicriye 77. yılı qazilikten şu Haccaj'ın zamanısında hemen bir qeyrib qaldım degandek ma'lum banay sebeplen köz arqılık qazilikten çıkıp ketken. Uzun ömür ko'rgan büyük allame bu adam. 108 yoshga kirgan deyiladi. Bu kishining ustozlari Hazrat Umar, Ali ibn Abu Talib, Zayd ibn Sabit, Abdurrahman, Abu Bakr va kazalar. Shogirdlari mesela İbrahim an-Naxai, Muhammad ibn Sirin qatorliq mashhur muhaddislar o'z zamonasidagi bular bu odamniki shogirdlar bo'ladi. Tege Yemenniki Kindi qabilasidan. Kindi qabilasi. Bu zot Hazrati Ali'ni Payg'ambar Aleyhissalatu vesselam Yemenga elchi qilib, Yemen ahlini musulmon qilishga dalolat qilish uchun avatgan vaqtida musulmon bo'lgan. Shuningdek, Shurayh shu vaqtda dining nimaga buyuriydi deb Hazrati Aliga savol tashlagan. Bu vaqtda Hazrati Ali innalloha ya'muru bil adli val ihsan degan oyat o'qigandan keyin Shurayhning ko'zlari chaqnab ketgan. Bu dining yana nimaga chaqirdi deb ta'sirlanganda. Chunki bu odamning bunda haq adolat to'g'risi kuchli odam ekan, kichkina tartib. Hatto bu payg'ambarning nimaga chaqirdi degan vaqtida shu 7 turli kishilarning qiyomat kuni soydan erishning soyisida soyidaydiganligi haqidagi hadisni o'qib, buning ichiga imom adil imom degan ta'rifni anglagandan keyin boshqacha bu odam ichilgan adolatga chaqiradigan din ekan deb darhol dinga islom dinini qabul qilgan. Hazrat Alidan Qur'on o'qitishni talab qilgan. Shu paytlarda hamda Rasululloh o'lib ketmagan balkin shu musulmon bo'lib Rasulullohning davrida Rasulullohga uchrasholmay Hazrat Abu Bakrning zamonasida xalifa bo'lgan vaqtda Madinaga kelib, Madinadagi sahobalarni o'qigan bu odam. Bu odam adolat haqidagi oyat mazmunlarini ko'p to'plagan, undan boshqa xalifalar davridagi o'ziniki adolat bilan mashhur bo'lg'achqa shu 4 xalifalar davrida va Umayylarning dastlabki davrlarida qozilik mansabidan tushmagan bu odam. Adolatni yoqlagan odamni haq sohiblari davomli buni hurmatlaydi, qadrlaydi. Hatto o'zining o'g'lini bir qatam turmaga hukm qilib so'lagan bu odam. Demak, shu qadar o'ziniki adolat bilan mashhur buyuk qozilarning biri. Shu sahobalar farq etmagan, his qilinmagan ba'zi nafsiy psixikalik tushunchalarni tuyg'u orqali bilalaydigan buyuk qozilarning biri. Shunlashqa o'zining adolati bilan mashhur bo'lg'achqa Hajjajning davri kelgan vaqtida Hajjaj hukm surayotgan davrda mening qozi bo'lishim taz naloyiq deb
Qaziylikdan o'zini istifa berib tushib ketgan amaliyotda o'zining aqli o'sha shunda joyida 107 yosh vaqtda shu 107 vaqtda ozg'in kundan keyin bu o'lib ketganligi xotirlangan. Demak, o'sha odam masjidning turklariga qarzlarni bog'lab qo'ysak bo'ladi deb hukm tushirgan buyurgan. Bu 462 numaralı hadisdə İmam Buxari Hazretleri bizge Abdullah ibn Yusuf hadis sözləb bəgən idi deydi. Bu zat deydi bizge Leys hadis sözləb bəgən idi deydi. Leys deydi bizge Said ibn Abi Said hadis sözləb bəgən idi ki bu Ebu Hureyre radiyallahu anhu'nun mundaq deganlikni anlagan ekan. Peygamber aleyhissalatu vesselam Necid tarafga bir qo'shin avatibdi. Atlaqanda. Bani Hanife kabilesinden bir adamni ip kepti. Bani Hanife kabilesi hozirgi shu Riyaz tavallikida yashaydigan, Qasim tavallikida yashaydigan shu o'z davridagi yerlik qabilalar. Bani Hanife qabilasi nihoyat ko'p, nüfus ko'p qabilalarniki biri. Bu kishining ismi Sumamat ibn Usal degan kishi ekan. Bu kishini masjidning turklaridan bir turk bog'lab qo'yapti. Payg'ambar masjidiga bog'lab qo'yapti. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam bu odamning qishig'i chiqib debdiki, "Sumamni qo'yib o'tinglar" debdi. "Bo'sh tutinglar buni" debdi. Bu odam berib masjidning yaqin atrofidagi bir xomzorlik kelib, shu yerda yuyinib, ondan masjidga kirib, "Ashhadu an la ilaha illalloh va anna Muhammadar rasululloh" deb iymon etgan. Bu vaqalik nayati xili g'azat kitoblarida, siyar kitoblarida nayati cho'nqur mazmunlar bilan bayon qilingan. Bu yerdagi faqat Imom Buxoriy demoqchi bo'lgan nuqta masjidning turklariga shunday asrlarni bog'lab qo'ysak bo'ladi demoqchi gunohkorlarni. Va undan boshqa endi shu islom musulmon bo'lgan odamniki yunishi bu mashru yo'lliq bu masala. Endi lekin bu yerda Sumama endi kim o? Sumama mashhur sahoba. Sumama ibn Usal nomi bilan mashhur. Hijriya 12-yili 633-yilda milodiy shu vaqt o'lib ketgan buyuk sahoba. Islomda tunji umr qilgan, Makkaga tunji labbayk deb umr qilib kirgan sahoba. Va shundaqla tunji iqtisodiy embargo yurgizgan sahoba. Rasulullohni qo'g'dayma, Madina ahlini qo'g'dayma deb. Shu Bani Hanife'ninki shu qabilning cho'ng oqsoqollarininki biri. Şu çoğun beglerninki biri. Bani Hanife'deki nayeti ta'sirlik kişilerninki biri. Asli Müslüman bo'lishda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed ibn Mesleme degan sahabini Xandak g'azotdan keyin Necid tarafga avatgan. Necid hozirgi shu Qasim bilan Riyaz taraflar shu tarafga avatgan. Bu qaytish jarayonida bu Sumaymat ibn Usalni bu asr ilvaga sahablar bilmaydi uni. Medine'ye ekili mescidden Türklerine bağlap koyan ki Peygamberimiz "Voy siz kimni tutib aldыңlar, bildinglarmi? Bana yaxshi muomala qilinglar" degan. Peygamberimiz hatta ailesi qaytib, yo'si kirib, "Bana bir tamak beringlar" deb tamak yig'inglar, tamak qilinglar deb tamak avatib, ish qilib ang mo'ymi Peygamber sallallohu alayhi vasallam bu kishiga nihoyat yaxshi muomala qilgan. Hatto tug'usigimi shu oziq-tulikni berib, shu oziq-tulik o'ziniki tug'usidan masalan Peygamber sallallohu alayhi vasallam sütlerini avatib qilgan o'zining muborak tug'ularni. Peygamberimiz muloyim mehribonlik bilan muomala qilib, oxir bu odamni islomga da'vat qilish orqali musulmon bo'lgan o'zligidan. Shu kishi bu musulmon bo'lgandan keyin Peygamber sallallohu alayhi vasallamdan ruxsat so'rab bu kishi dediki, "Ya Rasululloh, men asli umr qilib mengayotgandim, bular tutib keldi. Hamda men qanday bir umr qilsam bo'lamdi" degan ekan. Bo'ladi deb shuni olam musulmon bo'lib, Madinada qaytadan yana ihrom bog'lab, tunji umr qilgan odam shu juma islomda islomiy umrni qilgan odam shu. Labbayk Allohumma labbaykni tunji qatim yuqori ovoz bilan to'lab Makkaga yurib ketgan. Makkaga yurib toza ibodatlarni qilsa, Qurayshliklarsa musulmon bo'lib ketsa, bu odamga hujum qilib, bu odamni tutulib bu o'ltirimiz deb yosh bolalar Qurayshning yoshlari xaf qilgandan keyin bir qism yaşanğan bəglər "Hay cima turanglar. Buni o'tirib qo'ygan kuning bu yerda o'ttir sharq nimada Arab yarim orlida urush qaynaydi. Urush qaynaydi. Jimotda buni o'ltarsan qatti bo'lmaydi" deb buni Qurayshliklar bu kishini o'tdagiga qo'ymagan hamda. Bu odam darhol shu vaqtda hamda musulmon bo'lganini oshkorlab, yuqori ovoz labbayk aytib qilganda shunlashqa.
Bu adam ömürden bekar bulap Qurayshlar şöyle degan. Allohning nomi bilan qasam qilamanki, men mana shu Najdga Yamamiga borsam, men sizlarga shu yerning bug'doy oshlig'ini cheklayman degan. Rost degandek berib, meni mushtaqa Qurayshlar xop qildi deb bir Qasim Riyoz tarafdagilarga oshliqni embargo qilib to'sib etgan bu odam. Bu oshliq bahsi bak qimmatlab ketgan Makkada. Ochachilik qoplab ketgandan keyin hatto ochachilik qoplabmış balla o'lish girdabiga borganda Qurayshliklar shu vaqtda Rasulullohga xat yozib, sen bilan biz urug' tuqqan, unda qilma. Bu Sumamat ibn Usalga bir xat yozgan. Shu bizniki ham shu oshliqimizni kesib etdi degan keyin payg'ambar sollallohu alayhi vasallam buni odam evatib, bo'libdi unda qilmadi. Bu yana o'zining rahim dilligi, shafqati bilan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam o'zining oshliqlarni qaytadan Makkaga akirishga Rasululloh turtki bo'lgan. Undan keyin hamda bu kishi o'ziniki yana shu bir qism parlaq maydoni bilan mashhur. Nimishqa degan vaqtida Musaylima Kazzab bilan bir jamoat, bir qabila, bir jamoat. Musaylima Kazzab o'zining dinsizlikda murtad bo'lib, yenivagan vaqtida bu odam o'zi ching turib bir qism musulmon bo'lganlarni ilib, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamniki avatgan qo'shinlarga yordamda bo'lgan, yordamda bo'lgan. Afsus, bu zot shu urushda ma'lum bir qabilaning beginiki kiyimini kiyib olgan. Amaliyotda bu kiyimni shu g'animat og'alardan setib olgan bu odam. Bu qon ahli bizning bu dadimizning kiyimini bu kiyib olibdi, mushu o'tirayotgan o'xshaydi deb shu bir xushmaslikning sababi bilan qatl qilib shahid qilingan. Alloh bu buyuk kishiga Alloh rahmat qilsin. Demak, bu shunday o'zining oliy janob insofliq o'zining mavqesini ching turadigan maydoni aniq bo'lgan buyuk sahobalarniki biri bu. Hamda tuvandagi bobda Imom Buxoriy hazratlari masjidda kasallarni davolaydigan chidir qurish va kasallar va uningdan boshqa hojatmanlarga masjidda ayrim bir ya'ni to'sab shularga chidir uy qilib bersak bo'lamdi degan mazmunda. Ya'ni demakchi bo'lgani masjidning bir bo'londa yetib qopashqa yotoq qilib bersak bo'lamdi demakchi. Masjid faqat namoz uchun ishlatilamdi va yoki bundaq ijtimoiy mashg'ulotlarga ishlatilamdi demakchi Imom Buxoriy hazratlarining so'zi bo'yicha. Tövende 463. numaralı hadis bu hadiste İmam Buxoriy hazratlari bizga Zakariya ibn Yahya hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi bizga Abdullah ibn Numayr hadis so'zlab bergan edi deydi. Bu zot deydi bizga bu hadisni Hisham dadisi Urvat ibn Zubayr. Ha bu kishi hammasi Ayşe anamızdan bayon qilgan bo'lib, Ayşe anamiz shundoq deydi. Xandak kunisi, Xandak urushi yuz bergan kunsi demakchi. Sa'd radhiyallohu anhu yaralandi. Bu adam yaralangandimi shu qo'lininki jon tomiriga tig' tegib shu yerdan yaralangan. Yorinib qoldi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam masjidda bir chidir tikib berdi. Buni yaqinda buni yo'qlab ko'rib turay deb Rasululloh o'zining yaqin qishig'i tortib, amaliyotda uyi payg'ambarimizniki masjiddan sal yiroqroq yerda. Deb o'ziniki masjidda bir chidir tikib berdi. Lekin bu masjid ahli bu oqqan qondan qo'rqib ketdi deydi. Alaqza bo'lib ketdi. Chunki u masjidda Bani G'ifar jamoatining chidirlari bor. Hatto Sa'd ibn Mu'ozning ham emas, uningdan boshqa bir necha kishilarning chidirlari bor. Ular deb ketdiki, "Ey chidir ahli, bu siltirabdan bizga qon yiqib kelyotdi, qon yog'layotdi" deb shundoq dedi. Şu esnada Sa'd ibn Mu'ozning bu jarohati to'xtamay, qon to'xtamay, oxiri shu kasal sababi bilan o'lib ketdi dedi. Bu yerda Imom Buxoriy demoqchi bo'lgan mazmun masjidda doktorxona qilishga, yotoq qilishga, chidir qilishga bo'ladi demoqchi. Endi bu Sa'd ibn Mu'oz kim o degan vaqtida bu nihoyatda buyuk sahobalarniki biri. Sa'd ibn Mu'oz o'zi Aws qabilasiniki cho'ng begi bo'ladi bu odam. Musab ibn Umayrning qo'lida musulmon bo'lgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Musab ibn Umayrni Madinaga hijrat qilishdan avval bir yarim yil burun avatgan. Madina ahliga sen shu dinni o'rgat, Qur'onni o'rgat, islomni tushundi deb. Shu asnoda Sa'd ibn Mu'oz musulmon bo'lgan.
Payg'ambarimiz kelgandan keyin Badr g'azoti, Uhud g'azoti, Xandaq g'azoti qatorliq urushlarga qatnashib, ammo afsus Xandaq urushida bu odam yaralangan. O'qiyotgan bo'lishi mumkin. Hamda Xandaq g'azotida bu odam yaralangan bu odam. Bu Xandaq g'azotidan keyin Bani Qurayz Yahudilarini bu odam erlerini o'ldirib, ayollarini asir edishga buyurgan odam bu. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam şu Sa'd Ekilan degan bo'l eshakka mindirib ekilib Bani Qurayzlarning yutiga Rasulullah chunki bu Bani Qurayzliklar biz o'zingizning bir beginglar ittifoqdashinglar hukm sursa bo'lamdi, sizlarga bir pishib qo'ysa bo'lamdi degan, ma'qul degan. Chunki bu Sa'd ayni vaqtida Bani Qurayzlarla ittifoqdash o'tgan. Bir-biri bilan yaqin munosabatda o'tgan Yahudilar bilan. Endi bu Sa'd ibn Muaz Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam hijrat qilib kelib, chunki bu Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga va'da bergan odamning biri bu. Rasulullohni jon bilan qo'g'daymiz. Qonga qon, jonga jon ya Rasululloh. Sizni biz qo'g'daymiz. Bir inson bolasini qanday qo'g'dagan bo'lsa, biz sizni qo'g'daymiz deb Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bunda jon bergan, va'da bergan, so'z bergan buyuk bek sahoba bu. Hatta Badr g'azotidimi, Badr g'azotiga kirishdan burun Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Sa'd ibn Muazning maslahatini olgan. Qanday qilsak ular, urush qilamdiq, qilmamdiq. Sonimiz oz, bularning soni ko'p Qurayshliklar deydi. Sa'd tushungan. Men maqsad qilib Rasululloh mening gapimni olmoqchi ekan deb. Chunki bu Madinaliklar Rasulullohni Madinaning ichida qo'g'dashni ayni vaqtida Madinaning ichida Madinada qo'g'dashga va'da bergan. Lekin Madinaning sirtida qo'g'dashga va'da bermagan. U kelishimning ichida yo'q. Shunga Rasululloh bu yerda bir maslahatni elitish uchun Ansorilarniki maslahat solgan. Qanday qilsak ular deb bir necha qilib takrorlaganda gapni qilgandiki Sa'd bilib qolgan. Rasululloh bizning tushunchamizni yoki bizning qarorimizni elitibdi. Ya Rasululloh biz sizga ishondik, tasdiq qildik. Siz elib kelgan haqiqatga ishondik. Biz sizning gaplaringizni anglaymiz deb sizga biz va'da berdik. Ya Rasululloh Allah irade qilgan o'ylaga ishlab qolsa, mansa biz sizlar bilan birga ya Rasululloh. Dengizga chidisir, dengizga chirimiz ya Rasululloh. Birmi adam chekinmaydi bizning yani qolmaydi. Biz düşmanımız bilan biz uçqishni hergiz biz yomon ko'rdigan ish yo'q. Uçqashqa vaqtda düşman bilan taqobil ro'bru turgan vaqt sabr qilamiz, haqiqiy samimiy bo'lamiz. Allah sizlarningki ko'ngillarini xushal qilg'idek, sizni xushal qilg'idek ishni ko'rsatdi biz orqali ya Rasululloh. Allohning barakati bilan mas ya Rasululloh deb Rasulullohga bunda kuch bergan odam bu. Nihoyat muhim vaqtda. Şonlaşqa Badr g'azotida Aws qabilasining bayrog'ini ko'targan buyuk sahobalarniki biri bu. Şonlaşqa Payg'ambar alayhisolatu vasallam bergan va'dalar bo'lg'achqa bu odam Xandaq g'azotida urushda yaralanib, qo'liga o'q tegib, Allohga duo qilgan duosini aytirasin. Ey Alloh, Qurayshlar bilan yana urush bo'lgan avval bo'lib qolsa, men hayot qoldig'in. Men shular bilan eng urush qilishni yaxshi ko'raman. Chunki ular payg'ambarni inkor qilgan, yurtidan qo'g'lab chiqargan, payg'ambarga aziyat bergan bir kishilarning biri. Ey Alloh, Qurayshlar bilan musulmonlarning orasida endi urush tukkan bo'lsa, men bir shahidlik maqomini bergin. Hatta mush Bani Qurayzaning ishlari tugsin, mushuning ishim bir taraf bo'lib kelsin, ko'zimni mushun bilan bir yumib ketay deb shunaq degan. Degandek, shu urush bo'lib, Bani Qurayza urushi bo'lib, Bani Qurayza Yahudiyalari o'ldirilib, ayollar asir ilingandan keyin, chunki bularmi Xandaq urushida bo'm xiyonat qilgan. Xoinga nayt ig'ir jazo bergan dastlabki vaqtlarda. Xandaq urushi bo'lib, Bani Qurayza urushi bo'lib ham bir necha kundan keyin o'lib ketgan bu odam. Demak, bu odam 30 necha yoshda o'lib ketgan vaqti yosh o'lib ketgan sahobalarning biri. Rasulullohga ayt ko'p hamdamda bo'lgan, yordamda bo'lgan. Uning ustiga bu arish titrab ketgan. Arish titrab ketishi bu xushalliqidan bu kishiningki shon shavkatining maqomining yuqorligidan titragan. Chunki munofiqlarning da bir yengil odam bu, ig'ir, semiz odam nima bu yengil deb munofiqlar gap topgan ekan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sizlardan boshqa buni ko'tarayotganlar bor deb shunaq degan. Chunki farishtalar Sa'dning bu ruhidan bu kaga ruh. Chunki insonning jon chiqqandan keyin ruh mala'ul a'loga o'ylaydi emasmi yuqoriga. Shu xushal bo'lib ketib bu misk ambar ruhdan arish titrab ketgan.
Şoňlaşqa Janaby Rasulullah Sa'd ibn Muazzyň jinazasiga 70 000 perişte gatnaşdy dep şundaq degan. Bu Allah bergen bir ulug' maqam, hürmet bu. Bugünkü dersimiz müşahit bolğay ve sallallahu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn.